Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Luqmon Bo'rxon qalamiga mansub Quyosh hali botmagan nomli kitobi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Quyosh hali botmagan iste'dodli yozuvchi Luqmon Bo'ronning yoshlar hayoti, do'stlik, mardlik va muhabbat mavzulariga bag'ishlangan qissasidir. Asarda yoshlarning hayot yo'lida uchraydigan turli sinovlar, qiyinchiliklar va ularning yengib o'tish jarayonlari badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Qissa va voqealar ikki do'st Davron va Norsat taqdiri bilan bog'liq holda rivojlanadi. Ularning do'stligi, hayotga qarashlari, duch kelgan sinovlar orqali insoniy fazilatlarni yoritadi. Asarda Afzal polvon obrazi ham muhim o'rin tutib, mardlik va or-nomus timsoli sifatida gavdalanadi. Asarning asosiy g'oyalari: chin do'stlik har qanday sinovdan o'tadi. Mardlik va jasorat insonning eng ulug' fazilatlaridan biridir. Or-nomus va g'urur inson hayotidagi muhim o'rin tutadi. Muhabbat va sadoqat insonni komillikka yetaklaydi. Hayotda qiyinchiliklar inson xarakterini chiniqtiradi. Tarbiyaviy ahamiyati: asar yoshlarni do'stlikka, sodiq bo'lish va jasorat, matonatli yashashga undaydi. Kitobxon qahramonlar hayoti orqali insoniylik, vafodorlik va mas'uliyat bilan fazilatlarni naqadar muhim ekanligini anglatgan. Quyosh hali botmagan hayot, do'stlik va muhabbat haqida hikoya qiluvchi kitobxonni chuqur mushohadaga chorlaydigan ta'sirchan qissa. Asar yoshlar qalbida ezgulik, mardlik va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi degan umiddamiz. Siz ham ushbu kitobni olib o'qib, o'zingiz uchun kerakli xulosani chiqarib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.